Ertalab tursam oyoq qo'lim uyushadi, qo'llarim og'riydi deyotganlar uchun yotgan holatda 3 ta mashq, turgan holatda 3 ta mashq ko'rsataman. Ushbu mashqlarni har kuni ertalab kechqurun bajarsanglar, qon hamma butun tanaga aylanadi. Qon aylangan vaqtda oyoq qo'l uyushlari ketadi. Demak, mashqlarni ko'rsataman. Qo'l va oyoqlarni tez-tez uyushib qolishi asosan quyidagi omillarga bog'liq bo'ladi. Qon aylanishi buzilishi, asab qisilishi, orqa umurtqa muammolari, ya'ni osteoxondroz, radikulit, grija, statik holatlarda uzoq turib yotish. Shuning uchun uyushni faqat massaj bilan emas, mushak va asablarni faollashtiradigan mashqlar bilan ham bartaraf etish muhim. Foydalari: jismoniy mashqlar limfa va qon oqimini tezlashtiradi, to'qimalarda kislorod yetishini ta'minlaydi, asablarni faollashtiradi, uyqudan keyin asab tolalari sekin ishlaydi, mashq orqali sezuvchanlik oshadi, bo'g'imlarni uyg'otadi, qo'l, oyoq bo'g'imlari, bilak, tovon kabi bo'g'imlar harakatchan bo'ladi, qotish kamayadi. Ertalab shishlarni kamaytiradi. Ayniqsa yurak yoki buyrak muammolari ertalab oyoq qo'l shishi ko'p kuzatiladi. Bu mashqlar shishni kamaytirishga yordam beradi. Mashqlarni sekin, nafas bilan uyg'un holda bajariladi. Har bir mashqni 10-15 marta takrorlash kifoya, ya'ni ertalab, kechqurun. Ushbu mashqlar barchaga mos keladi.